Assalomu Husan aka. Mayli-yu, men Hasanmanda, kelin. Yo'q-ey, uzr. Mayli, xijolat bo'lmang. Bugun meni ham tug'ilgan kunim-u. To'xtang, siz tasavvurmi? Ha? Anta shuncha kiyimingizni chiroyli qilib yuvib qo'yganman. O'shalarni kiysangiz bo'lmaydimi bichimasdan? Ay, yo'q, men anu Uka shunaqa edi, o'z oldiga qo'ltig'i gapirardi, sasib. qo'ltig'im nima deb gapirardi? Kenayi. Qizim uydamisan? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum, keling. Va alaykum assalom. Qayningmi? Ana ukangizga ham shunaqa muomalani o'rgatsangiz bo'lar ekan. Kuyovimga. Aha. Basharangga qarab turaveradi, bezrayib, beparasatga o'xshab. Sen jim turgin. Ha, unda akamni kuyov qilmabsiz-da? Oyijon? Nega aytmaysan, mol? Kuyov, o'g'lim Rossiyadan pul jo'natadiganida issiqda bankka ham borgim kelmayapti. O'ysiz hal qilasizmi? Ha, bankka borish shart emas. Mana Migcent ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistondagi barcha bank kartalariga hamda naqd ko'rinishda pul yuborsa bo'ladi. Ha, xudo xola hozir Migcentda 15-noyabrgacha Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborib, aksiyadagi Damas va boshqa qimmatbaho sovg'alarni yutib olish mumkin. Ha. Hasanlar boshqacha-da. Akajon, indamagan sari ukangizja o'zgarib qolganlar, mendan nimalarnidir yashirib yuribdilar. Shunga telefonlarini bir tekshirmoqchi edim, sizga ochilsa kerak-a? Qani ishni ochiladi-da. Meni telefonim bo'lgandan keyin.